Statistikaga qaraganda ko'pgina kasalliklar ayollarda paydo bo'ladi ekan. Shu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Asosan saraton, ya'ni rak kasalligi ham ko'pincha ayollarda uchrab turadi ekan. Bundan gap chiqadi desa, ayollar umuman o'zini o'ylamaydigan mavjudot bo'lib, ular har doim o'zini oxirgi o'ringa surish odatida kelib chiqishni boshlaydi ekan bu kasallik. Biz ayollar avval ishni, boshqalar kutgan narsalarni, hammani hojatini chiqarib bo'lgandan keyin o'zimizga vaqt ajratamiz. Undan vaqtimiz yetsa, biz ayollar doim yaxshi, qulay, kerakli bo'lish uchun energiya yo'qotamiz. Tanasi hamma narsani yodda tutadi. Stresslar, xafa bo'lishlar, asab buzilishlar hammasi yengillanib boradi. Agar yillar davomida og'riqlarni saqlab yursak, organizm charchaydi ekan. Bir kun yig'ib borib, tananing bir joyida saraton paydo qiladi. Biz o'ylaymiz, ballar turmush o'rtoq va boshqa narsalar uchun bardosh berish kerak deb o'ylaymiz. Ammo agar biz bo'lmasak, bularning bari ma'nosiz bo'ladi. Alloh bizlarga jonni omonat etib bergan. Ertang vaqtida javobini berishimiz kerak bo'ladi. Hamma narsani me'yorida saqlash kerak. Buni hammasi ilmsizlikdan kelib chiqadi. Buni yechimini aytmoqman sizlarga. Barakali ayol sahifasida va kurslarida ilm olib o'zingizni topishingiz mumkin. O'zingizni sevishni, hammaga qadrli bo'lishni, o'z ustingizda ishlashni istasangiz, pastdagi profilga obuna bo'lib, kurslarni yoziling. Hayotingiz 200% o'zgaradi. Hayotingizni o'zgartirish o'z qo'lingizda. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang.